Yo bu sizler bilen meni aytib bollar. Men bugungi videomuzda eng kerakli va eng qiziqarli Minecraft narsalari va shunga o'xshash narsalarni ko'rsatib o'taman bollar. Hammani qiynaveradigan Creeper Minecraft endi qurganingizda yoki nimadir qurganimizda kelib portlatib ketishdan hech ham zerikmaydi bollar. Xo'p, bugun o'shani qanday qilib to'xtatish mumkin? Masalan, Creeper va bu shunchaki portlashi. Bam. Cuma. Attım. Mana. Bagum. Hazır bollar. Cummadım. Ha, endi bor. To'xta. Настройкаga o'tamiz bollar. Xo'p, o'tib jonliga o'tamiz bollar. Va tushunmadim. Xo'sh, shunaqa portlab ketganda mana bunaqa qilib bo'ldi bollar. Mana hech qanaqangi portlashlar portlamaslikni ularga yechib qo'yaylik bollar. Va endi o'ldi bollar. Endi esa masalan bu va unchalik jonlarni ham ketkazmaydi. Menda ham nimagadir yillar buzilmayapti. Ana shuni qilib ko'rsalaring ishlaydi bollar. Xo'p, endi bollar ikkinchisi. Yo'q bollar, ikkinchisi bu cheatimiz bollar. Chatga o'tasizlar bollar. Eshikda yo'q. Buni bir biladi. Yangi Minecraft'lar bilmaydi bollar. Bu ketdi bollar. Va pastki chiziqcha bollar. Va qolgan narsalarning nomini yozasizlar. Olmos, shunga o'xshash. Masalan, sword deslaring bollar. W manda W bollar. W menda yo'q ekan. Boshqasini sinab ko'ramiz bollar. Buni yozamiz. Joydashab chiziqcha. Xo'p, biz kağa deymiz mayli. Biz ka
elektrika bo'lur. Bu juda ham kerak narsam. Mana. Hop. Mana bular reski tak tashizlar bo'ldi. Chetimda W yo'q ekan, sizlarda bor bo'lishi kerak bo'ldi. Hop, mana birinchisini, ikkinchisini ham ko'rsatdim bolalar. Hop. Bo'ldi bolalar, mana kreativga ham o'tib oldik. Bolalar kreativga ham o'tib oldik bolalar. Hop. Endi bularni tashlaymiz. Hop, buni ham tashlaymiz bolalar. Hop. Bu narsani bir xillar biladi, bir xillari esa yo'q bolalar. Ko'pincha masalan sizlar serial yoki shunga o'xshash Minecraftda narsalar olayotganlaringda kerak bo'ladi. Boshqasini olyapman bolalar. Hoppa. Qaychini olasizlar va chaqa. Yuzini ko'rdilaringmi bolalar? Hoppa. Teparoqqa chiqib, mana bunday va oldiga borib, to'xta. Chaqa. Juda chiroyli yuz. Hop, mayli bolalar, endi ikkinchisiga, to'rtinchisiga o'tamiz. Bo'ldi bolalar, mana to'rtinchi kerakli narsalar oldim. Qo'y va mana bu narsa va ichiga buni qo'yib hammasini o'chirib tashlaysizlar bolalar va hozir bolalar da qo'ydi qo'yam va jumam. Qo'y, to'xta, qo'y. Tushunmadim. Chepib chiqyaptimi bo'ldi? To'xta, Minecraft'im cho'tib qo'yapti bo'ldi. Bakmi? Man ahmoq, mana bunga yozib yuboribman. Pastki chiziqcha qariydi hozir. Mana. Daman ketmam bola, mana. Ali bo'ldi. Endi aniq o'xshaydi. Va mana deb yozib ochilsa va har xil rangga qo'y o'zgarib ketaveradi. Bu hech qanaqangi mod emas. Ko'rganlaringdek, har xil Minecraftdagi bor ranglarga oldinma ketin o'zgarib ketaveradi. Bu yangi Minecraftlarga do'stlarim uchun juda ham zo'r yangilik bo'ladi bolalar va o'zini quvontira olasizlar bolalar. Mana lekin
Lekin bitta narsasi yomon bolalar. Organlaringda boshida qanday rang masalan oq mayli. Faqat oq chiqyapti, tushunmadim. Jo'za boshida oq rang bo'lsa oq rang, qora rang bo'lsa qora rang bo'lib chiqadi o'ldirganlaringda bolalar. Xo'p. Bularni tashlaymiz. Va bolalar 5-inchisi. Bu qanaqangi bug ham emas. Bola qotyapti Minecraft. Da, mana. Shunaqa. Va yana shunaqa. Va bularni yapamiz. Va bizga mana bu sandiq kerak bo'ladi bolalar. Hop. Valla akşam yapmaya geldim. Hoppa. Daha okşadı vallahi şimdi. Getirse vallahi. Ha? Sandık. Ona şuna kadar geldi. Vallahi. Durup. Damana düştük vallahi şunday qilib bazı yoqangi sirli joylarda mana shu narsani ishlasalaring bo'ladi, lekin chiqish uchun boshqa yo'l yasashlaring kerak bolalar. Bundan qaytib chiqib bo'lmaydi bolalar. Hop bolalar, sizlar bilan YouTube Frego bo'ldi. Like va obuna bosib qo'yinglar. Nimagadir video chiqarmayotganiga obunachalarim bitta kamayib ketyapti. Bolalar biz tezroq 11 mingtaga yetishimiz kerak.